boshlayman. Mana bu qizil tonalkaniki. Tonalkaniki deb o'zi mana bu chiqaradi, lekin tonalkani bunday yaqinroq o'giringda, чтобы odamlar tushunadi shunda. Tonalkaniki deb mana buni chiqaradi. Bu lekin tonalkaga sizni minusga kirgizadi. Tonalka siqasiz, to'g'rimi? Ichiga kirib ketadi, yuvganingizda tonalka qolib ketadi, mikrob to'lib ketadi. Tushundingiz? Menda ham mana shunaqa yo'q. Kichkinagina. Bu yetadi. Keyin konsiler surganingizda ham shuni ishlatsangiz davomiy bo'ladi. Tushundingiz? O'zini tonida ishlatasiz, konsilerni svetli bo'lsa, svetli, temni bo'lsa. Bu tonalkani kiysi. Bu anaqani bo'ladi-ku, qosh telarini oladi. Qoshi konsilerda misol ko'pchilik qoshini termay keladi, svetli konsiler bilan yopasizlar. Uni chegarasini, qosh liniyasini akkuratno olib olish kerak bo'ladi. Yoki ko'zi yoki mana podvodkani tegini oldim hali. To'g'rimi? Shu holida bunaqa yonini oldim-ku. Xuddi shunaqa akkuratno olib liniyani tekis olib beradi. Misol uchun korolevskiy strelkalarda olib beradi. Bu shunga. Mamanda podvodka chizsangiz ham bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Lekin buni kistini bum bilan mamani kistini umuman yuvish mumkin emas. Даже bunaqa kistlarni ham yuvish mumkin emas. Agar yuvsangiz puchok bo'lib ketadi, yirilib ketadi. Buni влажный salfetkada bundoq qilib artib qo'yasizlar, toza qilib. Qolgan hammasini yuvasizlar. Mamtini yuvsanglar bo'ladi. Lekin manbalarini bundoq влажныйda artib qo'yishingiz kerak. Tushundinglarmi? Bular yuvilib, mamani обязательно qo'ydingizmi, krishkasini kiyg'izing. Agar krishkasi sizdan chiqsa bo'ldi, bu ikkiga yirilsa ham siz boshqa ishlata olmaysiz. Buni shu ochilgan joyda. Tushundingizmi? Lekin rost chiroyli chizadi, ochmasangiz. Ochib qo'ying. Akkuratniy muomala qilsangiz uzoqqa yetadi. Men bunda kontram chizaman, qizlar. Mana bunda kontram chizaman. Menga удобный. Misol, mana bunda ham anaqa kontur chizsanglar bo'ladi, konsiler qilsanglar bo'ladi. Mana bu ham rosa zo'r kes. Keyin men sizlarga mana buni aytmoqchi bo'lganim, bo'lishib olaylik deganinglarni. Nimani aytmoqchiman? Misol uchun qarang. Mana shu palitra, to'g'rimi? T19. Mana shu T19 nomer hisoblanadi. Qaranglar. Bunda shunaqa zo'r atelerda sostav ketganki, bu aytyaptiki, pishnidan boshlab, eng svetliysdan boshlab, temniysigacha постепенно tushsang, shu tonda нежный makiyaj chiqara olasan, deyapti buni. Ko'rasizlarmi? Mana. Tushundim. Har biriga ishlaydi. Misol mana bunaqada, buni bunga, buni bunga, buni bunga, buni bunga. Ko'ryapsizmi? Уже shunaqa chiroyli atsenkalar chiqadi. Sizda уже siz men bilmayman rastushovkani desangiz, sizga bu o'zi o'rgatib beradi kis. Tushundingizmi? Birortasini palitradan olib tashlash mumkin emas. Siz tarqatib olaylik, o'tvas bilmaganingiz uchun yo'q. Bu mana eng svetli. Hech qachon bilib qo'yingki, bu mamikis mami tenda ishlayotgan kis, maminga ishlamaydi. Agar ishlasa, ko'zini tegi birinchi kelganingizda tushuntirdim, isqit bo'lib ketadi. Tomni yaratib bo'lganmiz-ku qizlar, to'g'rimi? Tushavat qilganinglarda ko'zi tegi yag'ir bo'lib ketadi. Maminda ishlasanglar, bu kis maminga xizmat qiladi. Mami kis bunga xizmat qilmaydi. Tushundinglarmi? Bu nimaga? Podvodkani kisi qanaqa darajada bo'ladi? Qilday, to'g'rimi? Mana qilday qoraga ketayotganda, значит, bu kis kichrayishi kerak. Palitrani qonun qoidasi shunaqa bo'ladi. Har doim bilinglar, svetliyda pishniydan kelgan уже средний, to'g'rimi? Средний светлый, средний темный, средний темныйdan keyingi etap temный bo'ladi, to'g'rimi? Qanchalik temniyga kirib ketayotgan bo'lsanglar, значит, kistinglar shunga qarab постепенно temniylashib, ikkichrayib ketish kerak. Qoraga kirib ketyapsizlarmi? Temniyga kirib ketyapsizlarmi o'sha palitrada? Misol mana bunda ham shunaqa. Hammasi men atelyerni shuning uchun juda ham yaxshi ko'raman. Mana ko'rdinglarmi qanaqa? Svetliydan qattandir o'zidan-o'zi yashil paydo bo'lib qolmagan atelyerda, qattandir o'zidan-o'zi bir qanaqadir bir antikvarniy mana xuddi byutilarda bor-da, bunda yo'q. Shuning uchun tushuntiraman, atelyerda shu tonni нежный obrazni birpasda chiqara olasizlar. Chunki mana shu sostavda adashmasanglar, eng pishni kista olasizlar. Agar ko'z bilan qoshini masofasi yaqin bo'lsa, значит, buni chiqaramiz. Tushundinglarmi? De, mana bunaqasiga ishlaymiz. Значит, bundan kelgan bundan kichkina palit nimani olamiz, значит, bu. Mana bundan ham kichkina. Tushunyapsizmi? Shuni o'zida podvodkani hisobida tushavat qilib olasiz. Tushundingizmi? Постепенно qanchalik ko'z bilan qoshi masofasi yaqin bo'lsa, значит, buni pishnisini sekin botdan chiqarib tashlaysizlar. Tushundinglarmi? Bu kislar shu uchun birorta palitradan birorta sostavi mana chiqib ketmasin. Unda siz adashib qolasiz. Eng birinchi bundan boshlaysiz. Bu o'zini vazifasini bajardimi? Keyin buni.
Bu o'zini tonini bajardimi? Keyin buni. Bu o'zinikini bajardimi? Pastek. Buni ko'p stilistlar ikkita kist oladida yoki bitta kist oladida hammasini urib chiqadi. U muloyasqo bir texnikasiz bir ranglar joy-joyida turmaydi. Buni rangini o'zini rangida qolishi uchun undan kichkinaroq, uni rangida qolishi uchun undan kichkinaroqni olishingiz kerak. O'shanda o'zi расtushovкали liniyasi, mana bunaqa liniya bo'lib qoladi-yu sizlarda. O'sha liniyasi расtushovный светлый tonga qoshi tagidagi svetliga o'tib ketadi. Tushundinglarmi? Sizlar liniya bo'lib qoladi shuni bilmaganinglar uchun. Tushundingiz? Bu palitralar nimaga xizmat qilishini. Mana keyingisi bular yordamchi kist hisoblanadi. Mana bular. Agar misol uyg'unlashtirayotganda qiynaldingizmi, sekin yana bir-biriga. Buni tenga botirmaysizlar. Aytganman, buni o'zini sekin-sekin yedirib borasizlar. U hachiska bilan emas, mashin bilan. Hopmi? Sekin-sekin qoqasizlarda yedirib borasizlar. Agar keyin sochiq turadi-ku, qilasizlar agar bulg'ar tashlagan bo'lsanglar, yedirib borasizlar. Bo'ldi, расtushovный. Qattin bosmaysizlar, yo'q, qilsanglar bir-biriga o'zi uyg'unlashib ketadi. Yordamchi kist. Karandashning kist hisoblanadi mana. Karandashning вообще четкий kist hisoblanadi bu. Karandashning yordamchi ikkinchi kist hisoblanadi. Bachonlik bilasizlar. Mana bu mana bu ham karandashning yordamchi kist sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Mana bu ham mana bular ham yordamchi kist sifatida. Yo'q, hozir ozgina qoldi Dinarojon. Hozir 5-10 minutda chiqaman. Mana ko'rdinglarmi? Bu ham yordamchi kist. Mana bular ham yordamchi kist sifatida bularni olib qo'ysanglar, bachonlikka xizmat qiladi. Buni qilasiz, buni tenga botirmaysiz. Buni tenga botirib, qalamni ustidan tushavach qilib yuqoriga chiqarishingiz kerak bo'lgan kist hisoblanadi. Buni tenga botirdinglarmi? Qalamni ustidan yurg'izdinglarmi? Buni botirmaysizlar, bu ikkinchi yordamchi kist hisoblanadi. Tushundingizmi? Bu uchinchi yordamchi kist, уже buni, в общем, tonini bu yoqqa uyg'unlashtirib borish uchun. Tushundinglar? Bu qoshi kist qizlar. Bu qoshi tenga o'tkazib beradi, aman bilan tola qilib beradi. Mana bilan tola qilib beradi. Mana bunaqa narsalar qiyofa yaratadi. Shu esingizda qolsin. Men bilan o'zi bilan ishlasanglar, bu faqat tenni o'zini surish hisoblanadi. Mana bu maydalar har doim nasatkalar hisoblanadi. Ular qiyofa yaratib beradi. Qovoqli texnikani qovoqsiz anaqaga chuqur obrazini shakllantirib berish uchun mayda kistlar ishlaydi. Men bilan kichkina yuzlarda misol aytayapman, u hachiskada olib tashlaydigan narsalarni mana bunda ichkariga chuqur holatga kirasalar olib tashlaysiz. Tushundinglarmi? Ko'z tagiga. Ani qirmaydi, yulmaydi, juda ham mayda. Mana men bilan misol uchun bir xillada rozовый highlighter suradi. To'g'rimi? Bir xilla korичневый highlighter suradi. Ikkalovini alohida tonini qilib qo'yinglar. Alohida. To'g'rimi? Misol uchun. Voy, ko'p men nimaga ishlataman desanglar-da, bittasi rozовыйga, bittasi nimaga. Mana bir xillada рассыпчатый highlighterlar bor. Uni ko'rsatdimmi sizlarga? Mana bunaqa highlighterlar bor. Qo'yishinglar uchun juda ham yaxshi mana bunaqa. Bu kelinlarga o'sha surbo'lgan highlighterlaringlarga buni qilasizlar-da, mana chiqasizlar. Bir-birigacha surkali har xil rang o'tib ketmaydi. Ko'rdingiz? Buchi anaqada fonar yoqsanglar shunaqa tovlanadi, shunaqa это что-то tovlanadi. Deb qizlar fonar yoqing, ko'rasiz. Yoqilsa bo'ladi, o'chirib turishingiz kerak ekanda. Mana shunaqa tovlanadigan highlighterlar, Trinovskiymi yo boshqanimi? Yoqing, ko'rasiz. Mana. Baland qilish kerak-da buni. Yo'qmadi menimchalik. Mana. Ko'taring. Mana ko'rdingiz qanaqa tovlanishini? Ozgina qildim-ku men. Bu highlighter berasizda, highlighterni ustidan bersangiz bu shunaqa tovlantiradi. Kelinlari bo'ynalariga qilinadi, yonoqlariga qilinadi-da. Tushundingiz? Shunga kelgan bu ham korreksiyaga yordamchi kist hisoblanadi. Korreksiyalarni kist boshlandi. Qizlar yuz korreksiyalarini kist. Yo'q, onadagi tugadi, qosh tugadi, ko'zniki tugadi. Ko'zlarniki highlighterlarnikini tushuntirdim. Tonalkalarniki, korreksiyasinikini. Korreksiyada misol bu burunlarga ishlaydi. Bular ham burunga ishlaydi. Burun, misol qosh mana bunaqa formalari, nasıl gubkani atrof lavlarni ushlab qilsanglar bo'ladi. Bu etapniy. Etapniy kichkina yuzligi bu sal kichkinaroq qizlar, mana bu kichkina yuzligi, bu keyingi o'rtancha yuzligi hisoblasanglar bo'ladi. Bu katta yuzligi hisoblasanglar bo'ladi. To'g'rimi? Mana katta yuzligi. U kattagina bo'ladi, deb, menimcha kichkina unga.
u klientni yuzi katta bo'lsa, ma'mulingiz u bilan qiynalib qolasizda. O'rtancha yuzlarda ham olib borsangiz bo'ladi. Undan ko'ra o'ziniki shundoq qilsangiz yoy beradi, bo'ldi. Mana shundoqqina bir dasturxon yuzli ayollar ham boradi. O'shangiz zo'r. Keyin mana bular bittasi bronzatorga, bittasini tegidan olib kelasiz, temnisini, bittasi rumyaniga. Bronzator tashqaridan aytib o'tganimdek, quloqni teg qismidan, rumyani yuzni oldi qismidan suriladi, to'g'rimi? Mana ikkaloviga, bittasi rumyaniga, bittasi bronzatorga qilib qo'ysangiz, juda ham yaxshi qo'shilib ketmaydi ranglar bir-birigacha, uyg'unlash. Bronzator ko'taradi, to'g'rimi? Korreksiya ko'taradi yuzni, anu shaftoli yosh vid beradi yuzga. Bu korreksiyani teg holatlarini ishlasangiz, burun holatlarini ishlasangiz ham zo'r bo'ladi. Ko'pchilik mana bunda tonalka qiladi, endi men qilmayman, lekin zo'r yotqizib beradi. Agar chistinki saqlab olasangiz, har kuni yuvib olasangiz, tonalkani shunday yotqizsangiz ham cho'tki yotqizib beradi, kletkalarga cho'tki mos, mana poralariga zo'r kirgizib beradi. Bu рассыпчатый pudrani tushovать qilib tashlashingizga bo'ldi. Mana hamma palitrangiz почти bu yerda hozir 40 talik palitra olib kelib qolishdi, qizlar oldi. Juda ham zo'r, menga yoqdi. Bellada arzon 750 mingdan qizlar. Dilnozda sotilyapti. Bularni 15 ming so'mdan sotib olsa ham mana shogirdlariga 600 mingdan tushar ekan. Zo'ra qizlar, yaxshilik bo'lishinglar. Xayrli bo'lsin.